yigit buyruq beribdiki, bu yoqda bitta qasr qurasa deb. O'zini maoshini qisqartirgan holati kelib, tez-tez xabar olib turar ekan. Muddati tugagan kuni uni ham yigit ham chiroyli kiyintirishadi, atir falan sepishadi, shahar aylantirib Orolga olib borib qo'yadi. Hamma shohlar xafa bo'lgan bo'lsa, yigit xursand bo'lgan holatga ketadi. Chunki u boradigan orolini obod qilib qo'ygan bo'ladi. Shoh bu sizlar bilan man. Muddat bu yoq. Orol bu yoq. Agar obod qilib qo'ysa, biz ham xursand bo'lgan holatga ketamiz.